Assalomu alaykum Mototos kanali obunachilari. Bugun Mototosdan yangiliklarni bombasi bor. Ko'pchilik so'ragan, avtomat dvigatellarni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Bu dvigatellar motorlar deyiladi. O'sa bu motorlarni drabilkaga, xohlasangiz suv nasosga, xohlasangiz boshqa narsaga, xohlagan texnikangizga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Dvigatellarni har xildan bor. Masalan, bironta texnika yasamoqchi bo'lasizmi? Baribir bilasiz, dvigatel kerak bo'ladi. Buni xohlagan turi bor. 3 fazalik so'raganlarga 3 fazalik bor, yo 220 lik so'raganlarga 220 lik bor. Hozir ko'rsatadiganimiz mana 3 kilovatlik 3000 оборотda aylanadigan 220 voltda ishlaydigan bu dvigatelimiz drabilkagami, boshqa texnikalaringizgami yo apparatlar yasaysizmi, hammasiga tushib ketaveradigan universal motor bo'ladi. Bu motorlarimiz obmotkasi 100% medniy bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi. Narxlarini 1 million 100 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun, kattaroq so'raganlar uchun mana 4 kilovatlikni 3 fazaligi bor. Xohlaganlar uchun 4 kilovatlikni, 220 voltda ishlaydigani yo'qmi deganlar uchun 220 voltda ham ishlaydigani bor. 4 kilovatlik 3 fazalikni narxini 1 million 550 ming so'm qilib beramiz. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu 3 fazaligi. Agar 220 ga ishlaydigan 4 kilovatlik mislik motor kerak desalar 1 million 300 ming so'm qilib beramiz. Narxini juda ham kuchli dvigatellar bo'ladi. Xohlaganlar uchun mana drabilkaga qo'yaman desalar ham 2 kilovatlik ham bor, obmotkasi mislik. Bu yerda tablosi bor. Necha vat to'kirayotganini ham ko'rsatib turadi. Narxi juda ham arzon chiqadi. 1 million so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun, kichkina dvigatel so'raganlar uchun mana motorlarning kichkinasi, bu ko'pchilik so'raydi. 3000 оборотli kichikrog'i yo'qmi deganlar uchun mana kichkinasi vati 450 vatdan iborat. Mana 450 vatli kichkinagina, lekin xohlagan texnikangizni ishlatadigan 220 voltda ishlaydigan dvigatelimiz. Buni narxini 550 ming so'm qilib beramiz so'raganlarga. Kattaroq so'raganlar uchun 3 kilovatlik, 3 fazada ishlaydigan yo'qmi deganlar uchun 3 kilovatlik mana 3 fazaligi ham bor. Narxini 1 million 250 ming so'm qilib beramiz 3 fazaligi. Xuddi shuni 220 ligini so'raganlar uchun 3 kilovatligi narxi 1 million 100 ming so'm qilib beramiz. 3 fazaligi ham bor, xohlasalar 3 kilovatlik uchun, xohlaganlar uchun 220 da ham bor. Bir fazada ishlaydigan, 220 voltda ishlaydigan. 2 kilovatlik yo 1,5 kilovatlik dvigatellar ham so'rasa, ular ham bizda topiladi, albatta. Mana 1,5 kilovatlik 3000 оборотli dvigatellarimiz bor. Ko'pchilik kichkina texnikalarga ishlatishga qo'yishadi. Mana boshqa narsalar ham yassa bo'ladi. Bular 100% medniy bo'ladi. Obmotkasi mislik boyagi aytib o'tganimizdek. Bularning hammasini обороты 3000, qaytarib o'taman, 3000 оборотda aylanib beradi. Bu 1,5 kilovatligini narxini 780 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun mana bu yerda 1,1 kilovatligi ham bor. 1,1 kilovatlik motor so'raganlar uchun buni narxini 680 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun mana bu yog'imizda yana 450, 550 vattligi ham bor ekan mana. Ko'rib turishingiz mumkin. 1,5 amperaj, 550 vatlik, lekin katta motor ko'rinadi. Ekonomishniy hisoblanadi. Buning narxini 850 ming so'm qilib beramiz. Kimga shunaqangi sifati zo'r bo'lgan motor dvigatellar kerak bo'lsa, bemalol Mototosga bog'lansangiz bo'ladi. Videomiz yoqsa, like, podpisatsiyani bosib qo'yasiz. Videoning oxirida manzilni tushuntiraman. Manzilimiz Toshkent shahrida joylashgan, Do'mrobod bozorini hamma biladi. Sobir Ahmedov metrosidan chiqqaningizdan shuni ro'parasida joylashgan, yo'lning bu betida Zender savdo majmuasidan Mototos do'konimizdan telefon raqamlarimiz 99lik 576 37 37, 95lik 816 94 94 telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqib kelsangiz bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha dastur xizmatlarimizdan bor.